Akajon, hujjatlaringiz va transportingizni tekshirish maqsadida to'xtatildi. Ushbu Tracker avtomashinasi davlat raqam belgisi 40055 QB avtomashina to'xtatilib tekshirilganda haydovchilik guvohnomaga o'qimaganligi va tusi o'zgartirilgan oyna o'rnatib olganligi uchun elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydonchasiga qo'yildi. Farg'ona shahar maxsus tadbirda ushbu BYD avtomashina to'xtatilib tekshirilganda tegishli me'yor hujjatlar yo'qligi aniqlanib, avtomashina vaqtincha jarima maydoniga evakuator xizmatidan foydalanib olib kirilmoqda. Bu faqatgina yosh bolachalar olganimizda, birinchi navbatda xavfsizligini o'ylagan holatda maxsus o'rindiqlarda o'tkazib olishingiz kerak-da. Siz bilan bo'layotgan muloqotimiz bodi kameraga yozib bo'lyapti. Marhamat hujjatli soatni ko'rsangiz. Nima qoidalarga amal qilyapsiz aka? Yo'limda kelyapti. Ha? Yo'limda. Ha, yo'lingizga kelyapsiz, ikkinchi darajali yo'ldan chiqib kelyapsiz. Asosiy yo'lga yo'l bermayapsiz aka. Ko'rsizmi, urib olishiga ozgina qoldi. Avariya holatidan keltirib chiqaryapsiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Yo'l qoidasiga amal qiling. O'ng tomondan transport vositasiga xalaqit bermasdan harakatlaning. Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbiri davomida Farg'ona viloyati hududi bo'ylab qo'pol qoidabuzarliklarni aniqlash bo'yicha reyd tadbirlari davom etmoqda.